31, 32. Yo va yo. Kommentariyada aktiv bo'lgan 5-maktabga keldim. Endi sizlarni ko'rganimda obuna bosganlaringdan tashqari mana shu oxirgi videoyimga like bosgan bo'lib qo'yishlaring shart. O'shaning uchun shu videoga ham like bosib qo'yinglar. Obuna bosgan, gap yo'q. Mana oxirgi videoga ham like bosib. Jasurbek, xullas mana 100 ko'pchilik so'radi, 3 millionlik voucher bu nima? 3 millionlik voucher bu Nescake'dan, ya'ni 1 yil davomida shirinlikka bo'kasizlar degani. No da, $100 dan ham zo'r, to'g'risi. Birdan 75 ga tanlaysiz. Aytgan summay sizniki. Oy, ko'payib ketyapti odam. 20 ketdi. 1, 2 26, 27 rozi bo'ling. Gap yo'q, obuna bosgan. Lekin oxirgi videoga like bosmabdi. Bu ham 5-maktabda o'qiydimi? Salom. Umuman bunchalik darajada kichkina bola bilan o'yin qilmagan. Vot, obuna bosilgan ekan. Faqat maslahat bermang, o'zi aytsin. $100 bilan yana Nescake'da 3 millionlik voucherini qo'yapmiz. 65 gacha. 32. Xo'p, ketdi. 1, 2, 3 31, 32. Yo va yo. Yo va yo $100. Gap yo'q, qanchaligini bilasizmi? Azizbek, gap yo'q. Ko'rdingizmi? O'zi talagan yaxshida. Azizbek mana $100 yutib oldi. 5-maktabda boshlang'ich sinf o'quvchisi. Ko'rdingizmi, haqiqiymi? Haqiqiy. Ishonchlimikin? Men har kun kuzatardim-da. Gap yo'q mana. Kommentariyada aytadilaring, qaysi maktab? Men har doim 5-maktab yozardim-da. Gap yo'q. Ishlayman. Ke. Oba. Arzimaydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Kecha $100 ham ketdi bolalar. Sizlar o'ylaganchalik qiyin emas, to'g'risi. Oddiy mana shunga obuna bosasizlar, mana shu videoga like bosasizlar, do'stlaringga jo'natib tashlanglar, bo'ldi, maza qilinglar.